Assalomu alaykum. Qishloq xo'jaligi tez o'zgarayotgan bugungi dunyoda bir innovatsiya borki, biz tasavvur ham qila olmagan kelajakni yaqinlashtirmoqda. Bu Agroneural Intelligence Systems, ya'ni agroneyron aqlli tizimlardir. Biz buni qisqacha qilib AgroNIS deb ataymiz. Fermerlar uchun qulaylik yaratish, hosildorlikni oshirish va qishloq xo'jaligini aqlli, ma'lumotlarga asoslangan tizimga aylantirish uchun sun'iy idrok bilan hamohang ishlashga moslashgan maxsus ishlab chiqilgan platforma. AgroNISning maqsadi aniq. Har bir fermerga to'g'ri qaror qabul qilishda yordam berish, samaradorlikni oshirish va barqaror rivojlanishni ta'minlash. Tuproqdan urug'ga, daladan hosilga qadar biz ma'lumotni aniqlikka, aniqlikni esa amaliy natijaga aylantirmoqchimiz. Soddalik bilan loyihalashtirilgan, mukammallikka intilib ishlab chiqilgan AgroNIS zamonaviy, qulay dizayn va kuchli neyron texnologiyalarni birlashtiradi. Aniq, tushunarli interfeys bilan butun xo'jalik endi o'z qo'lingizda. Bizning vizionimiz aqlli, unumdor va ekologik barqaror qishloq xo'jaligiga erishish, texnologiya va tabiat uyg'un ishlaydigan, imkoniyatlarga boy yangi fermer xo'jaligini tashkil etishdir. AgroNIS real vaqt rejimidagi erkin monitoringni, tuproq tahlili, ob-havo asosidagi tavsiyalar, chorva kuzatuvi va neyron intellekt asosidagi kelajakdagi aniq tahliliy taxminlarni taqdim etadi. Aqlli boshqaruv paneli orqali fermerlar dalaning holatini kuzatadilar, muammolarni erta aniqlaydilar va o'z yerlariga moslashtirilgan tavsiyalarni oladilar. Dunyoni suvsizlik muammosi kutib turgan kelajakda O'zbekistonda suvni asrab qolishdan tortib, zararkunanda va hosildagi kasalliklarni aniqlashgacha, hosilni bashorat qilishdan resurslarni boshqarishgacha AgroNIS qishloq xo'jaligining kelajagini bugunga olib keladi. AgroNIS shunchaki tizim emas, bu yaqin kelajakni bugunga aylantiradigan vision, harakat va qishloq xo'jaligidagi yangi davrning boshlanishidir. Aqlli dehqonchilik va intellektual rivojlanish sari kelajak aynan mana shu yerdan boshlanadi.